Mana bu yerda 10 sotikka joylashgan 8 xonali uyimiz sotilyapti. Xullas qisqacha obzor qiladigan bo'lsak, mana darvozaxonadan kirib kelganimizda, mana bu eshikdan kirganimizda 4 xona, mana bu yerda katta mehmonxonasi bor ekan. Mana ko'ryapsizlar, mana bu eshikdan chiqib borsa, xullas yog'i o'rmon. Mana bu tomonda 3 xona vremenkasi, mana bu yerda 1,5 sotiklik parnigi. Mana ko'ryapsizlar, mana bu yerda katta suppasi bor. Xullas mana bu yerda aqsamgina agarodchasi. Mana bu xonadan boshlaydigan bo'lsak, mana kirganimizda koridori bor, xonasi, tagi podvallik, mana bu yerda suppa. Plus mana bu yerga keladigan bo'lsak, bu yerda yana bir xonasi bor ekan. Mana ko'ryapsizlar, konditsionerlari bor. Kelishsak konditsionerlari qoladi deyapti. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, keyingi xonasi mana. Bu yerda o'tin pechkalar qo'yilgan. Mana ko'ryapsizlar, taglari pollik. Mana keyingi xonaga bu yerda 7 metrga 4 metrlik xonasi bor ekan. Mana derazalarning fasonlariga e'tibor qilamiz. Ajoyib qilib qurilgan ekan. Mana bu yerga keladigan bo'lsak, bu yerda mana 9 metrga 3,5 metrlik mehmonxonasi, remontlariga e'tibor qilamiz. Hali aytib o'tganimizdek, mana bu yerda o'rmonga chiqadigan joy bor ekan. Xullas mana bu ariqqacha shu xonadonga qarar ekan. Mana ko'ryapsizlar, suppalari, hovlilari burchakka qilingan. Mana bu konditsionerlar ham qolar ekan shu xonadon ichida. Mana kirganimizda mana bu yerda bir vremenka xonalari. Keyingi xonaga keladigan bo'lsak, mana remontlariga e'tibor qilamiz. Xullas mana bu yerda gilamning orqasida bitta eshik bor deydi, kuxniga o'tadigan. Buni ochib ishlasa ham bo'ladi, deyapti. Agarda mevali daraxtlari. Mana bu yerda kuxnisi ekan. Mana bu yerda banyasi bor ekan. Mana bu yerda qo'l yuvadigan joylari. Mana bu yerda hojatxonasi. Xullas bu agrotining boshidan tashqariga chiqib ketadigan ko'chasi ham bor ekan. Xullas mana devorda ko'rayotgan bo'lsalaring, shu uzun tumanni katta mol bozori, mana bashnini eslayotgan bo'lsalaring. Mana bu yerda tahoratxonasi. Mana bu yerda ichimlik suvlari. Xullas mana bu yerda yozgi gazxonasi ekan. Xullas mana bu yerda bitta kladovkasi. Mana bu yerga keladigan bo'lsak, bu yerda o'tinxona, bu tomoni molxona ekan. Xullas mana hali aytgan tiflisamiz. Bu yog'i uzun firma qilingan ekan. Bu xonadonimizni bahosiga keladigan bo'lsak, $90,000 deyapti. Ya'ni kelishiladigan joyi bor. Variantga ham kelishiladigan joylari bor ekan. Bu xonadonimiz manziliga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Uzun tumani, Bahoriston mahallasi. Aniqroq manziliga keladigan bo'lsak, mol bozordan bitta keyingi xonadon bo'lyapti. Alisher Navoiy 14-xonadon. Qiziqqanlar uchun shu videoning tagiga telefon raqamlarini qoldirib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.